Kanalimiz kuzatuvchilari, keyingi videomiz telefonni orqa oynasiga urgan holda har xil vazifalarni bajarishni o'rganamiz. Buning uchun biz birinchi bo'lib universalniy dostupga kirib olamiz va bu yerdan kasaniya bo'limiga o'tamiz. Eng pastga tushgan holda kasaniya zadaniya paneliga kiramiz va bu yerdan mana Divine kasaniyani bosib har xil vazifalarni bajarsak bo'ladi. Mana blokirovka, orientatsiya, выструхивание, звук, ovoz o'chirish, menyuga chiqish, kamera, predная kamera, predlikish. Xullas ko'p funksiyalar bajarsanglar bo'ladi. Screenshot urish, fonar yoqish, spotlight. Ko'pchilik biz screenshotdan foydalanamiz. Boshqa funksiyalari ham bor buni. Xullas shular. Masalan, orqasiga ish turamiz. Men masalan zavla grafika ekranini yoqib qo'yganman. Orqasiga ish turamiz va mana telefon o'chdi. Shuna qilib, telefoningizda boshqarishinglar mumkin. Orqa oyna orqali. Eslatib o'taman, kirishga alishgan bo'lsa, ishlamaydi bu funksiya. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling.